Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. Tunji tanışış. Көзлік yığın terimga yordam berish uchun yezi kentlarga tushgan o'qituvchilar qaytib kelishdi. Shanba bo'lg'achqa ular narsa keraklarni yig'ishtirib ota-onalarning uylariga mangdi. Ba'zi er-xotinlar qiyin ota, qiyin onalarni yo'qlash uchun ancha-muncha sovg'atlarni qo'ltiqlab olgan edi. Hikmat maktab qorosiga kirib kelganda ularning ba'zilari uningga yer ostidan qarab qo'ydi. Ba'zilari kulimsirdi, Hikmatmo loyiqida salom qilib o'tib ketdi. U ikki tarafi ujmi ko'chatlik uzun tar yo'ldan kelayotgan bog'da so'nggi sevatlarga uzum, shaptul, omut qachilayotgan bir necha ayol o'qituvchini dafteriga nimalarnidir pitayotgan pakar diqmoq bog'vanni ko'rdi. Ular Hikmatni ko'rib nimalarnidir pichirlashdi. Hikmatning yotig'i ochiq edi. U kirganda Kamil bo'lsa kerak, karvat ustidagi mayka ko'nglak lo'ngalarini so'mkaga tiqib Kamil orqadagi shapidan qayrilib qaradi. U o'ttir bo'y, oq o'nglik, to'm qara qashliq, peshonasi kang, yumshoq chashri orqaga siliq taralgan, yumaloq yuzuk 20 yoshlar atrofidagi yigit edi. Uning muloyim qara ko'zlari bilan kishiga eg'ir nazar selishi, xuddi o'zingga emas, na qalbingga tikilayotgandek salmoqli qarishi, o'zini tutib olgan axloq aqidalarga sadoqatman ustozlarni esga solatdi. Siz Kamil bo'lsiz-ku deyman. Hikmat qo'lini uzatdi. Xo'sh, Kamil Rahmon bo'laman, dedi u jiddiy qiyofatda. O'zlari Hikmatli shundaqmi? Bayla Farmonsha mudir aytgan edi. Ular birdam hal ahvol so'rashib o'tirishgandan keyin Hikmat karvat ustidagi so'mkaga ko'zi tushdi. Bir yerga jabdunyotamdingiz, men sizni hayol qilib qo'ymay yana, dedi Hikmat adab bilan. Yo'qsa Kamil ustidagi bir narsani chimdib elib sirtqa tashladi. Har shanba bo'lsa onamning ko'zi eshikda. Shahardimi? Xo'sh, Kamil miyiqida kuldi. Şəhərdən Bostanğacha bo'lgan yo'lni ko'rganlar, biz har shanba kuni bu egiz past to'polon yo'llarni besib, shaharga 2 soat kiramiz. Haqiqatan tas bo'pti. Oyda yilda ezib-tezib savdo saroyiga yuk bosqili chiqqan biror mashina yoki xammal to'shigan harvalar to'g'ri kelib qolsa, ta'limimiz o'ngdan kelgan bo'ldi-da. Bu chaqda sirtdan "Kamil bo'ldingmi?" deb vaqirg'ach, egiz bo'yliq, bug'doy o'nglik, at yuzlik, qang'sharliq, burni alohida ko'zga cheliqib turadigan bir yigit kirib keldi. O'ynoq cho'ng ko'zlaridan, tabassum jilvalangan chiroyidan yigitning yenik tabiatlik, kulgi chaqchaqqa herisman, xushbeyil mijozini bilib olg'ili bo'ladi. U kiribla Hikmatga tikilib qarab qoldi-da, xijil bo'lgandek "Harmon" deb qo'ydi. Hikmatmo 3 kun ballar bilan qo'noq chepish jarayonida o'rganib olgan Harmonning javobi bo'lgan "Yaxshi edi" degan so'zni to'ldirib aytdi. "Men sizlarni tanishtirib qo'yay", dedi Kamil Hikmatni ko'rsatib. "Bu yoq Shinjang san'at institutini bitirib kelgan rassom Hikmatli bo'ladi. O'zi G'uljidan, endi bu sirkul pochaq bo'lsa", dedi Kamil egiz yigitni ko'rsatib. "Murat Qutlug' maktabimizda Uyg'ur til grammatikasi darsini beradi. Yurti Qashqar. Hikmatli siz bo'ldikansiz-da", dedi Murat Qutlug' qo'lini berib. "Teg'i bayilib bog'da yel yemish elayotganlar sizning gapingizni qilib aytibdikan, mudirmo garmon chaldigan bir bola keldi, endi sening san'at ishlaringga hamqon bo'ldigan bo'ldi" degan edi. "Mening tanishtirishim tex to'liq bo'lmabdi-da", dedi Kamil kulib. Murat maktab san'at o'mikining boshlig'i, u skripka, dutar, tambur, ney degandek sozlarning piri. "Ashurvatila ay tamburchi ustozim Kamiljon Rahmon o'g'li", dedi Murat yumorliq ohangda. "O'zlarini taxta beshiga ep qo'ysizlar, men sizlarni bir oyoq qetiqmikin deb ichivatmay yana." Uchilisi tangni kulvatdi. Kamil bilan Murat Hikmatni shaharga birga kirishga taklif qilgan edi. Hikmat qirqatlarini yuyib, tozlik qildiganligini aytib, o'zini so'radi. Ular әті yakshanba bütün bir kun uning odamsiz maktabda zerikib qoldiganligini aytib, uni zo'rlagan bo'lsa-mu, Hikmat qayta-qayta rahmat aytdi.
Amalsız qolgan Kamil, Muratla axir ma'qul bo'lishdi. Chunki Hikmat texi uchisidagi to'pichang basgan kiyimlarini almashtirishga ulgurmagan edi. Bu asnoda Murat yatqiga yugurib chiqib ketib, hayal o'tmayla ikki kakchinan ustiga bir sap üzümni qo'yib, mo'risiga garmon asqan holda kirib keldi. U non bilan üzümni ustalga qo'ygandan keyin garmonni Hikmatning karvatiga qo'ydi. Әмісі üzüm bilan nanda qo'rsaqni go'llang, dedi Murat hazilkashlik bilan. Muni qatlimida ich pushqingizni chiqarg'ach o'tiring. Senmi mudirdek garmonni qatlima degili turding'u, dedi Kamil. Pa, texi yengili do'xrat kikanda bu, dedi Hikmat garmonning qapqara paqiraq tillarini silab. Bultur mudir san'at materiallarga doklad yoz desa, dedi Kamil beshini eg'itib. Buza yezi veripti, axir pulni xajlab bo'lanmay bunimi qo'shib apti. Çaldigan odam yo'q, mushundaq to'pi besib turgan gap. Ya Allah, taptaning tugimidi-da, dedi Murat yasimi achchiqlab. Cho'chqa firmasi, Tangshir firmasi, Yalimish ko'ktat firmasi, Do'g'apchilik firmasi, Malbodash firmalaridan kirayotgan pulni mushundaq xajlamasak, bu g'ani maktab samirib, tiqilib o'rnidan qo'panmas bo'lib qolar. Bo'ldi, sana gap to'shatmoq taskin. Rahmat sizlarga, ko'p rahmat, dedi Hikmat xo'shalliqida. Hikmat Kamil bilan Muratni shaharga uzitib qo'ygandan keyin karvatida o'ltirib kulib qo'ydi. U ichida nima degan yaxshi balla deb o'yladi. To'g'ri, uning ko'ngli echilib, o'zi yeb-yenikli bo'lib qolgan edi. Kun maktabning qorong'u bog'lari orqasiga yo'shirindi. Onun şaxla yupurmaqlar arliqlardan qilishdek kesib o'tgan nurlari bog' ichini baqasamdek yo'l qizartib atgan edi. Hikmat uchisidagi kiyimlarini selib, yuyib yeyvatgandan keyin o'zimi yuyinib, pokiz kiyimlarini almashtirib oldi. Andan u non bilan o'zimdan azroq yevagandan keyin karvatida o'ltirib garmonni chaldi. U birer soatdek ich pushqini chiqarib yetib qoldi. Hikmat atdigan turib nashq qilgandan keyin maktabning bog'larini, ko'ktatliqlarini araladi. U taxta samsaqliqlar, qizilcha etizlari, qo'naqliqlarni aylanib, cho'shqa qo'tiniga pasildash chegara tamni yaqilab mangdi. Bu uzunga so'zilgan tamning oldi chatqalga aylanib ketgan jigdiligi edi. Çatqal osti qilin o't bo'lib, kavi pelaklari yeyilib yotadi. Pelak orliqlardan cho'qchiyib turgan kavilar ko'zga cheliqadi. Jigdi shoxlarda ajoyib yo'g'on bo'g'ma qapoqlar sangilishib turadi. Hikmat boshlarini ko'tarolmay, engishib qolgan aptopparastlikdan aylanib, o'g'illar yotiqi oldiga chiqdi. O'g'illar yotiqi bilan Hikmatning yotoq binosi bir qator bo'lib, ularni faqat o'ttirdagi bir taxta qo'noq ayirib turadi. Hikmat yotiqiga qaytib kelib, nima qilarni bilmay, bir oz tengirqab turgandan keyin chamadondan Aminaning rasmini elib, ustalga tiklab qo'ydi. O'zi bo'lsa, jaynaklarga enkini terigincha uningga uzun qarab turdi. U Aminaning har bir choch talalarigacha kulimsirash alomatlari aks etgan lav siziqlargacha, skripka padisini besiyotgan nozik barmoqlargacha to'ymay qaradi. Qaragan siri seg'inish o'ttiri uni o'rtab, ko'ngli alamzoda bo'ldi. Uning ko'z oldida xalq bog'chisining Majnun tanla qaplagan ko'lidagi qo'lvoq, garmon chelayotgan Hikmat, palaq urayotgan Amina, yamonliq teg'ida seriq chechak targan may oylari, taram yaqinlarda suv chechishib o'ynagan mutallib bay qariyag'ashqi bir-biridan ayon bo'ldi. Bu aslimilar Hikmatning yurak yarasini qo'zg'ab, Aminani taqatsiz sig'indirdi. U garmonni qo'liga elib, mo'ng bilan asta chelishga boshladi. Bu ayrilish naqshi edi. Amina bu naqshini to'limi yaxshi ko'radi. Hikmat garmonni qo'liga olgan hamon u skripkada tankash qiladi. Naqshi oxirlashganda uzun jimib ketgan Amina qizirib ketgan ko'zlari bilan Hikmatga lappada qarab qo'yadi. Naqsha avval past ovozda mo'ngluq boshlanadi. U paydin-pay tushayotgan tog' eqinlaridek bo'sh kuchinishlar bilan avjiga ko'tarilib, yurak tarilarini chekib, yana asta pasiyatdi. Vatanim cheksiz beg'im o'ynar quyosh nurlari, o'rkashlaydi marvoyitdek dengizdagi suvlari.
Cho'nqur hissiyotga to'lgan naqshining mo'ngluq sadosi maktab beg'idagi eriq levida engaktirab o'ltirgan bir qizni sehrlantirib qo'ydi. U shildirlab eqiyotgan suvga tomchilayotgan yoshlarini surtib, naqshi ovoz kelayotgan tarafga qizirib ketgan cho'ng ko'zini tikdi. Naqsha bag'ansiri avjiga ko'tarilib, qizning sunuq ko'nglini bo'lakchilib parokanda qilyapti. U bir dasab, ikki dasab Hikmatning yotqining darajasi tugiga kelib to'xtadi. Dengiz bo'yi salqin shamol eg'anlatdi yelkanni, uzun bo'ldi o'z amriqim, qo'g'di maqta vatanni. Qiz eg'ir xursindi. U bu miskin naqshini anglayotganida achchiq hasrat aralash ko'ngilga aram beradigan bir xil tuyg'u xuddi g'urg'ur salkin shamoldek yuragini kesib o'tdi. Bak sig'indim amriqim, ching emasmi va'dimiz, kurash qahramoni bo'ling, go'zal turmush ahdimiz. Naqshi jimiqdi. Cho'nqur tingan ovoz keldi. Qizning asta orqaga yenishiga Hikmat tarafga chiqib qoldi. Yuragiga ha deganda esilib o'tgan bu tonish chiroyni ko'rgan Hikmat hayronlikda o'z ko'zlariga ishonmay qoldi. Siz? Qiz qizirib ketgan ko'zlarini yoshirmadi. Juring uyga kiring. Rahmat, men ketay. Qiz orqaga tajidi. Tartinmang, men mush maktabga yangi kelgan o'qituvchi, qani marhamat qiling. Yalğız zerikib o'ltirgan Hikmat qizning unimig'iniga qo'ymay, uni uyga boshladi. Qiz uyulibgina adab ikrom bilan mangdi. Mana bu qiz hurmatli kitobxonga ma'lumliq bo'lgan Gulziba edi. U oilasidagi Vaylun dozaqda yurib puchilib, bugun sahardili maktabiga qaytib kelgan edi. "O'ltiring, qani o'ltiring", dedi Hikmat karvatni ishorat qilib. "Siz Urumchidan kelgan o'qituvchi Hikmat ekansiz-da", dedi qiz sipoyilik bilan Komilning karvatida o'ltirib etib. "Tunugun kech Komil Muratla Gulbag'da uchrashib menga degan edi. Siz mushu maktabda o'qituvchi o'xshamamsiz." Gulziba beshini langshitdi. Hikmat uning ismini so'ramadi. Qizlardan tarafba ismini, bo'libmi yeshini so'rash absiz edi. Uning sizmi Gulzibani o'tganki jami masjid oldida uchratganga qaraganda ko'ngli parishon, gul badanni qandaqdir hasrat to'rlari chirmib olgandek ko'rinadi. Ammo Hikmat uning navatdek suzuk chehrini, to'mbilaqqina halrang kichik lavlarini, tuxum siyoqidagi yumran engaklarini, cho'ng ko'zlarini xumolashtirib turgan qayrilma uzun kirpiklarini, qag'i peydek qora agma qoshlarini qo'l yetgudek orliqdan ko'rib turadi. Uning go'zal ruxsari misli bir jannat bo'lsa, uning levi ustidagi nefis qizil xal shu jannatda echilgan bir tal gul edi. Kechiring. Gulzibaning yerga qatalgan kirpik nayzalari lappida ko'tarildi. Naqshidan eliyotgan payzingizni qochirvatdimmi deyman. Yo'q, undaq emas, dedi Hikmat qizirib. Yolg'izchilikda zerikib, ajoyib mo'ngluq naqshikan. Men burun bu naqshini anglab boqmabdi ekanman. Bu aslida 2 dunyo urushi mazgilida, dedi Hikmat Gulzibaning ko'zlaridan o'zini qochirib. Bir qizning frontdagi yigitni seg'inib aytgan naqshisi. Naqshining mo'nglardan hijron azobi, seg'inish piroqlari, zarqish tuyg'ulari chiqib turdi. Qandaqdir xiyonlar ilkida o'zining nada o'ltirganligini unutib qolgan Gulziba ortiqcha gaplarni qilayotganligini his qilib yetganda hüppidi qizdirib ketdi. Nomus va fazilat zarlari uning chehriga yeyilib, texmi nazokatlik, latofatlik nurlar bilan besaldi. Kechiring, men nimalarni deb ketdim? Yo'q, bergan bahoyingiz to'g'ri bo'ldi. Texi, siz mening ismimni so'ramadingiz-ku? G'unchidek lavla echilib, unchidek namchishlar ko'rindi. Mening ismim Gulziba, mundaqcha aytganda g'alitlar. Gulziba? Hikmat tengirqab qoldi. Haqiqatan gulnotsidek Gulziba ekansiz. Gulziba qizardi. Hikmat yerga qaradi. Chunki Hikmatning ko'ngil ekranida birovlar tikilib turadi. Hikmat o'zingni tutib ol. Bu yerda zerikib o'ltiramsiz, dedi Gulziba o'rnidan turib. Juring, maktab bog'larini ko'sib kelay.
Ular öydən chiqib ketiyotganda Gulziba to'ydirmay üstel ustida tiklak turgan Aminaning suratiga ko'z tashladi. Assalomu alaykum kitobxumar aziz qarindoshlar. Mazkur asar madaniyat inqilobi va davomidagi tarixiy ko'rinishlardan tarkib topgan, shundaqla muhabbat, nafrat va do'stlikdan iborat inson hayotidagi eng muhim tuyg'ularni nihoyatda jonli holatda ifodalab bergan roman tipidagi 7 qismliq tarixiy asar bo'lib, asarni ovozliq tayyorlashimizdagi asosiy nishonimiz Uyg'ur xalqimizning vatanga bo'lgan sig'inishiga malham bo'lish, kitobdagi har xil personaj xarakteri va qiziqarli yerlik shivirlarni jonlantirish orqali qalbga kulki beg'ishlash, tariximizni takror eslab chiqish orqali savoq elish va kelgusimiz uchun to'g'ri qadamda ilgirlashdan iboratdir. Mazkur asar Xazinam Tortil tarbiyalash markazi tarafidan ovozga ilindi va tayyorlandi. Maarif, til uchuri, vatan puroqlarini o'z ichiga olgan, ma'naviyatga foydali texnik ko'p sarxil mazmunlardan bahramon bo'lish uchun Xazinam 2020 nomidagi YouTube kanalimizga ergashib olgaysizlar.